Cambridge Learning Center. Impossible is possible. Soatga uxlaganman. Toshkent sovuq, -3 daraja. Lekin necha soat uxlasangiz ham bu hissiyotga yetadigani yo'q. Ertalab soat 4 aeroport, kofe, yo'qsiragan ko'zda, mana bunaqa emotsiyaga yetadigani yo'q baribir. To'g'ri esdan qolmadi-yu. O'rtoqlar, bizani Afrika vlogimiz boshlandi. Shaskamlar bilan. Xullas, Insta serialimizni ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bu yerda maksimal detallari bilan ko'rasizlar. Chunki Insta serialda bizda nima 1 minut, 1,5 minut bo'ladi-ku aka. Bu yerda bemalol ochiq, yoyilgan, bemalol xohlaganingizcha. Xudo xolasa bu vlogda faqatgina Migingo oroli emas, balki Migingo oroli Afrikani eng qo'rqinchli turishovalaridan biri Kibera. Akamlar qadam o'sha joylarga boradi. Braziliya yetmaganmidi bizga? Mana sizga bonus aka. Xullas eng opasniy joylarga meni yana ko'ndirdilar. Qanaqa qilib ko'ndim men bilmayman, ketyapmiz. O'rtoqlar, asosiysi ketyapmiz. Vlog boshlandi. Chiptalarni doimgidek Aviasales o'z ilovasi orqali xarid qildik. Chunki dunyoni qaysi nuqtasiga uchishingizdan qat'iy nazar bu ilova sizga eng arzon avia chiptalarni topib berishga yordam beradi va narxlar dinamikasi bilan tanishtiradi. Ilovani Telegram kanalida bo'lsa, eng qaynoq avia chiptalarni tasavvur qilish qiyin darajadagi hamyonbop narxlarda ko'rishingiz mumkin. Aviasales o'z sayohat qilish vaqti keldi. Bu safargi sayohatimiz ham oson bo'lmaydi o'rtoqlar, chunki hozir parvoz o'ziga bir kundan ko'p vaqt ajratishimizga to'g'ri kelyapti. Toshkent, Dubay, Nairobi, ya'ni Keniya poytaxti, Nairobi, Kisumu uchishimiz kerak bo'ladi. Kisumu ham bu Keniyada, ya'ni ichki reys bo'yicha uchamiz. Bir kundan ko'p vaqtimiz faqatgina uchish o'ziga ketadi. Keyin Kisumu shaharchasidan Muhuru degan qishloqgacha 4 soatda mashinada borishimiz kerak, lekin yo'l juda ham rasvo yo'l. O'shancha ozgina qo'rqityapti, chunki o'tga olib boradigan shofyor topishimiz kerak-da. Keyin Muhuru qishloqchasiga agar eson-omon borib olsak, o'tdan qayiq topib Migingo oroliga 2 soatda yetsa bo'ladi. Ya'ni ideal holatda marshrut mana shunaqa ketma-ketlikda bo'ladi, lekin menimcha hammasi bunaqa oson kechmaydi. Bilaman aka, men sizni har doim qanaqadir nojo'ya anaqaga hududlarga olib borgandek tuyulaman, o'zimga xijolat bo'laman to'g'risi. Lekin hujjatli film, aynan shu dokumentalistika bo'yicha zo'r joyda, ya'ni haqiqiy kontrastni ko'radigan joy. Nima kutyapsiz o'zini? Misol uchun Keniya deganda o'zi qanaqa sizda assotsiatsiyalar? G'alati eshitilishi mumkin, lekin opasnost, ya'ni realniy shu qo'rqinchli joylar. Nimaga qo'rqinch? Adrenalin. Yashayotganingizni his qilasiz. Miyada qolib ketadi, emotsiya bo'ladi, adrenalin o'ynaydi va o'sha ko'p vaqtga eslab qolaman bu narsani. O'zi o'ylagansiz. Siz yaqin Afrikaga borib keldingiz, to'g'rimi? Normal, lekin uni imini jannat tomonini ko'rib keldim. Bu kontrastni inson o'z ko'zi bilan ko'rganda dunyoqarash kengayishni boshlaydi. Bekorga sayohat dunyoqarash kengaytirmaydi o'rtoqlar. O'shaning uchun ham sayohat qilishni yaxshi ko'raman-da. 10 ta kitob o'qigandan bitta sayohat qilgan ustunni bilaman, to'g'risi. Sayohat bu doim balans, menimcha. O'shaning uchun ham mana sizni yuvardan keyin Keniyaga olib ketyapman. Imini shu uchun, ha. Oyog'ingiz yerdan uzilmasligi uchun. Qalay ekan? Zo'r. Mana bizga brat keldilar-da. Mana shunaqa yeyaptilar endi. Ishtahalar ochilib ketib, pastga tushib olib chiqdi shuni o'zini hozir. Mana qaranglar o'rtoqlar. G'irtillayapti. Eshitdinglarmi qarang? Endi svitellar
so'liga oqmang. Nima bo'lsa aka siz ham bopladingiz lekin bola ichiga kirib olib berdi. Uzr o'rtoqlar. Super delicious. Aka lekin qo'lni shunaqa oriydi ishoning. O'rtoqlar hazil bilan lekin bilasizlarmi nima aytamiz-ku, Visa Infinity olinglar. Kerak bo'ladi aeroportlarda deb. Mana misol uchun hozir biz 4 soat, 4,5 soat kutishimiz kerak keyingi reysimizni. Visa Infinity kartamiz bo'lgani uchun biz hozir Dubaydagi uxlasa bo'ladigan hududga kira olamiz. Mana. O'shaning uchun o'rtoqlar, endi hozir qaysidir kompaniyani bank reklama qilish niyatim yo'q, lekin o'zingizlarga Infinity karta ochtirib qo'yinglar. Qanaqadir uzoq sayohatlarga ketayotganingizda, пересадкаga sayohatga ketayotganingizda, aeroportda ko'p qolib ketadigan paytingizda bu sizga umuman qo'rqinchli bo'lmaydi, bu sizga umuman muammo tug'dirmaydi. Uxlagingiz kelsa uxlaysiz, ovqat yegingiz kelsa bemalol bepulga ovqat yeysiz. Ish qilishingiz kerak bo'lsa bemalol o'tirib ishingizni qilasiz. No electronics in your bag. Mana hozir biz o'sha kartamizdan foydalanib uxlaydigan zonaga tushamiz. Unda ham uxlasangiz bo'ladi, ham kofe suv ichsangiz bo'ladi, ham albatta dush qabul qilsangiz bo'ladi. Qanday maza. Sandanaman. Dubai aeroportidagi Five Guys'ga kirdik. Nimamiz aka? Men gamburger tanladim, lekin Dubai narxlariga yo'manda aka. nech pul? 191, $51 tushdi yo'q joydan. $56. $56 ekan. Bilasizlarmi o'rtoqlar, Dubayga faqat kelish arzon. Qolgan hamma narsa qimmat. Ikkita gamburger 700 mingmi почти hozir? Shunaqa ikkita gamburger 700 ming bor. Five Guys ham arzon anaqa Zato men narsa. maqtanib yuraman, shu Five Guys'dan men ikkita gamburger yeganman. Jamshidxon Ziyoxonov bilan birga. Ogam hozir o'zida $56 ovqatga to'ladilar va menga $180 shtativ sovg'a qildi. Zato kommentirovat qilib qo'ymasdan hozir ertaga zadni bermasin. Ertaga zadni berib qolmasinlar deb spetsial hozir kadrga qo'yib o'sha shtativga. Jamshidxon akamga ko'proq kerak ekan bu narsa. Men qarasam ishlatmayapman. O'sha shtativ ekan lekin bor, o'sha cho'tgan. Mavrikiga borganda ham ishlatmadim. Praktik ishlatman. Hali o'rganmaganman, aniqrog'i. Men bu gal borib, polniy shu shtativni olib, ko'rib, o'rganib, keyingi safar chiqayotganimda o'zim yenga olaman buni. Jamshidxon akamga. Nice. Shtativni tep-tez endi o'zingniki emas-da. Tepib qoldimmi? Tep-tez kelib qolmadi. Men bormanman. Sirlari oqib turibdi, chiroyli ko'rinishi. Chesni obzor qilamizmi? Chesni qilish kerak. O'rtoqlar uzr, lekin bu hech qanaqasiga $50 ga tortmaydi. Xullas, meni ismim Qosim Shahzod. Men Dubaydaman. Agar meni kimdir eshitayotgan bo'lsa, Five Guys'dan ishlasangiz, akasi qilmaydi, yemaydi. Bemalol syomkalar qilib, yaqin bo'lsa kerak deb o'ylab, bemalol syomka qilib tushib kelsa, C blok tushunishingiz uchun 5 kilometr, 5 kilometr narida ekan xullas. Peshkom nikak yetib boramiz ekanmiz. Hozir yo'limizdan chiqib, yuringlar olib qo'yaman deb olib ketyapti. Lekin toping aka. baraka topadi, lekin baribir kutadi hozir anaqasini. Aspir bor aka. Bu qayerda olaman, menda yo'q naqd. Attagina xo'jayinda yo'q. Voy Anqara. Biluvdim o'zi mashtuchkaga David qilishingizni. Aka. Tekan to'g'ri bering. Voqeada mana bunaqa joyga odam boraman deb orzu qilmaydi-da.
hozir осознавать qilyapman-da, shu joyga ketyapmiz. Shu orolchaga. Mana hozir qo'namiz o'sha 2 soatdan keyin mana o'sha вообще emotsiya konkretniy boshqacha-da. Shastkan bilan bu g'oyani rosa muhokama qilayotgan o'zida muhokama qilyapmiz, lekin oxirigacha o'zim ham ishongim kelmayapmiz. Qachondir borishimga, mana boraman, mamlaqa borib, bu odam bu yoqqa borib, keyin bu yoqqa borsa bo'lar ekan deb nazariy jihatdan muhokama qilyapmiz, lekin rostdan borsa bo'ladimi? Bilmadik, haligacha bilmadik. Biz shunchaki birinchi qadamni qo'ydik. Bu yog'i endi xudodan aka. Eng qizig'i mana shu narsa bo'lar ekan. Bitta maqsad qo'ydinglarmi? O'sha maqsad sari kichkina qadam qo'yib harakat qilish kerak ekan. Jamshid aka mana nerealniy joyga yetganlar. Bu joy nerealniy, kimdir borib, o'sha yerda bizdan masalan men ishonmayman, o'sha kimdir borib, o'sha yerda ko'rsatuv qilish haqida masalanda kichkina joyda, lekin uni o'zini vibe, o'zini hayoti, o'zini odamlari, atmosferasini Yer yuzida bunaqa joy borligiga ishonish qiyin-da bu joy anaqasida. ya'ni bu safargi sayohatimiz haqiqatdan bizani komfort zonamizdan yulib chiqarib oladigan sayohat bo'lyapti. Chunki ketishdan oldin mana odatda sayohatga ketayotganda odam ichida quvonch, qanaqadir yangi sarguzashtlar va qol bizda o'zi qo'rquv, hayajon nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, borsammikin, bormasammikin, mana shunaqa emotsiyalar o'rtoqlar. Xo'sh, men tashrif buyurgan 18-davlat Afrika, Keniya. Boshladik. Sasa tuko nipo Dubai, dacho nikajua gari ilikuwa toka saa 3:30 kitambo nimalize check-in hapa nichukue mabagi yangu nitoke nije na taksi. Bu narsani o'zi O'zbekistonda qilishimiz kerak edi. Yesim 7 kunga 10 GB $47. Juda ham qimmat. 10 kunga $47. Tam 10 GB bor edi. Hozir bizga zararmi? Internet kerak emasdan. Oldindan xalq qo'ydi xullas yesimni. Keniya shilling. Keniya valyutasi Keniya shillingi hisoblanadi. Bu qaysidir ma'noda Britaniyaning kolonial merosi desa ham bo'ladi. Chunki Britaniyada shilling degan tanga bo'lgan. Afrikaga shilling o'zi aslida hech qanaqa aloqasi yo'q. O'shandan qolib ketgan. Chunki Keniya Britaniyaning koloniyasi bo'lgan va shilling o'shandan beri Keniyaning valyutasi bo'lib qolgan. Hozir misol uchun $100 12.400 shilling ekan. Solomon Nairobiga qo'nib oldik. Dastikam bilan Waiting friends. charchamadingizmi aka? Yo'q. Yo'q, foldan ular. Charchamaganingizdan. Anaqalarga o'xshab o'qish oldi. Orqamizda kelyapti. Aka, iltimos, kelmay orqamdan. Yeah. We know. Thank you. Our friends waiting. To'kildim o'sha. Nairobini o'ziga 20 soatdan oshdi. Yo'lga chiqqanimizga, ya'ni 20 soat yo'lda bo'ldik. Nairobiga keldik. Endi mehmonxonaga borib joylashamiz, chunki bugun juda ham kech bo'ldi va ertaga yangi kun, yangi sarguzashtlar. Har bitta davlatga kelish bilan qilinadigan ish. Nima qilamiz? Albatta taksi chaqiryapman. Hozir Uber chaqirishga harakat qilib ko'ramiz. Menga taksi narxlari qiziq bo'lyapti. Chiqarib 18 kilometr ekan. 18 1365 shilling. Shunaqa. $11. $11lar. Emas. Сразу местный ana chikatilo olamiz, borib сразу kursini hisoblab $11 ekan, bizaniki chaqsa deb qo'ydi. Chaqmasdan iloji yo'q aka. Charchab yangi davlatga kechqurun kirib kelganingizda hamma narsa ko'zga taxminan shunaqa ko'rinadi. Avtomatlar bilan kutib olishdi o'rtoqlar. Welcome to Kenya. Welcome to Kenya. O'rtoqlar tushunishingiz uchun bu oddiy turar joyi. Yes. Qo'riqchisi mana qo'llarida AK-47 turibdi. Yes. Bizani himoya qilyaptilar bugun. Yeah. Bu yerga xavfsizlik haqida 2 og'iz a.
Airbnb'dan apartment olishni yaxshi ko'raman, chunki mana shunaqani questga o'xshaydi. Bu yerda sizlar sani keyboxingiz nomerini yozishadi. Mana bizning nomerimiz 1404. Oh, this one. That's passport. Ketdi aka. Yomon charchadi odam. Nairobi vaqti bilan soat 12. Lekin to'rtta narsa qilishimiz kerak uxlashdan oldin. Birinchisi yog' bilan tuxum olib kelishimiz kerak do'kondan. Ikkinchisi cho'milib chiqishimiz kerak. Uchinchisi bugun olingan fayllarni backup qilishimiz kerak. To'rtinchisi nimadir yeb olishimiz kerak. Nimamiz bor? Ishga Non bor, kolbasa bor, ramyonlar bor. yaxshi variant ramen. To'rtinchisi ramen pishirib yeyish. Uxlashga vaqt. Migingo oroliga sayohatimiz reysimizga kech qolish bilan boshlanishi mumkin. 9:10 da reysimiz 8:28 bo'ldi soat. Ozgina bitta narsani hisobiga olmaganimiz uchun kech qolamiz hozir. Endi ko'chadagi tirbandlikka qaranglar. Go, go, go! Can we go like that? Eng qiziq tarafi o'rtoqlar, shu paytgacha biz har doim o'zimizni dronimizni olib yurardik. Birinchi Istanbulgacha o'tdan dronimizni olib, keyin o'sha manzilimizga borib, o'sha yerda bemalol o'zi xohlagandek tasvirga olardik dronda. Endi bo'lsa, Keniyada O'zbekistondan battar emasmi dron qonun qoidalari? O'zimiz bilan dron operatorni olib yurishga majburmiz. Bu janob Meshek, tanishinglar. Yo'q. Bular bizga dronni olishimizga yordam beradilar, Migingo orolini. Ya'ni Keniyada dron uchiradigan odam litsenziyasi kerak va lekin faqat buni o'zi yetarli emasda. U yerda juda ham ko'plab tashkilotlardan ruxsat olib, ularga to'lovlarni qilib, ulardan hujjatni olib, ruxsatni olib, ana undan keyingina dron uchira olasiz. Ya'ni O'zbekistondan battar joyi endi ko'ryapman bunaqa qonun qoidalari bo'yicha. Eng qizig'i, bularni o'zimiz bilan olib samolyotga bilet olishimiz kerak, mehmonxonaga joylashtirishimiz kerak va yana обратно qaytayotganda ham samolyotga bilet olib o'zimiz bilan olib kelishimiz kerak. Ya'ni hamma rasxodlarni biz qoplaymiz. Da, полностью. Endi qaraylik o'rtoqlar. Yana bitta qiziq jihatida bizni o'zimizni dronimizni misol uchun $1200 olganmizda. Bu yerda hozir Keniyada 2 kungina dronda suratga olishimiz $1200 ga tushyapti, aniqrog'i $1140 ga tushyapti-da. Ya'ni bitta dronni puliga tushyapti. Bu qo'shimcha rasxodlarsiz. Ha, qo'shimcha rasxodlarsiz. Ya'ni faqat dronni ruxsatnomalari va syomkasi. Shunaqa o'rtoqlar, oson emas, oson emas. Actually, you are supposed to alight when we reach at the gate. Instead of alighting and walking, we can just pay them something. Okay. Mana o'rtoqlar boshlanyapti. Poraxo'rlik. Afrikadamiz. Xullas aytyapti, gatingga yetib borguninggacha ozgina vaqt o'tib ketadi deyapti-da yana. Vaqt yo'qotib qo'ysan, o'sha yerdagi politsiyaga bersang, qanchadir pul olib borib qo'yadi mashinasida deyapti, gate oldigacha. Pul berishchi ko'rsangiz, yo, turmondalardan tap-tap sekin olib, yaxshimisa, какой-то jigar-jigardek ko'rishgandek, shunday pulni o'tkazib olishdi mana. Poraxo'rlik mana shunaqa kichkina darajalardan boshlanadi-yu o'zi. Va bilasizlar, mana shunaqa kichkina darajalardagi poraxo'rlik davlatda qanaqa katta darajadagi poraxo'rlik borligini o'zi ko'rsatib beradi aslida. Ya'ni mana oyna bo'la oladi. Afrikada bu juda ham ayanchli ahvolda. Hamma narsani, istalgan narsani pul bilan hal qilsa bo'ladi. 15 daqiqa qoldi. Samolyot uchib-kechiga 15 daqiqa qoldi. Biz aeroportga endi mana kirib kelyapmiz. Ana bo'lmasa, bu yo'g'i faqat shunaqa shoshilish, yugurish. Tezlashmasak bo'lmaydi aka. Bo'lsa samolyot ko'ryapmiz, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bilasizlar, shunaqa paytda hamma narsa sizni zararingizga ishlaydi. Hamma yoq navbat, sekin. Sekin oyoq kiyimlarni yechamiz shunaqa paytda 9 dan 1 minut o'tdi. Bemalol qimillashyapti. Akalar ketdi. We're late. Already gone.
Your name is Vivian. Where were you? Where were you? The traffic. Oh, so you have to go on the next one. Ana o'rtoqlar, shunaqa aeroportga doim keragidan ancha oldin chiqish kerakligiga yana bitta dars bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar. Endi boshqa bilet olishimiz kerak. Migingo oroliga borish uchun bitta gid topgan edik. U bizani Kisum aeroportida kutib olish kerak edi. Xo'p, hozir unga telefon qilib endi aytishimiz kerak, kech qotganimizni, boshqa chipta olayotganimizni. Что за дела, блин? Алло. Гриша, здравствуйте. Здравствуйте. У меня не очень приятные новости. Мы опоздали на рейс. Теперь? И теперь покупаем новые билеты. Сейчас я посмотрю, когда есть рейсы. Говорят, что в час дня есть рейс, через 4 часа. Как вы могли опоздать на рейс? Это пробки, большие пробки. Мы просто не думали, что... А водитель не знал? Ну, видимо, не знал. Он нас повез через экспресс-вей. Опоздали на 5 минут буквально. Да, извините, пожалуйста, что такая ситуация случилась. Ha, bizani gidimiz afrikalik, lekin ruscha gapiradi. Endi hozir yangi chiptalarni qaraymiz va olamiz. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar bitta juda ham muhim moment bor. Biz ertasi kuni syomka qilamiz. Bugun uchib ketishimiz shart. Nima qilib bo'lsa ham. Chunki biz dronni olish uchun ruxsatnomalarni faqat ertaga uchun olganmiz. Ya'ni faqat ertaga syomka qila olamiz dronda. Hello ma'am. We're late for our flight. Kisumu. Yeah, we're late for the flight. So 105, right? Yeah. Okay, let's take it. Hozir biletimizni o'zgartiramiz. Soat 1dagi 4 soatdan keyin. Thank you. Mana boshqa hozir chipta oldik 3 ta odam uchun. Umumiy $105 yana qo'shimcha to'ladik. Soat 1:10 da reysimiz. Aeroportda turib endi kech qolmasak kerak. Ketdik. Afrikada hamma narsa pulligiga yana bitta isbot. Hozir kirishda pasportni kontroldan o'tayotgan paytimizda Jamshxonaga ham atrof sekin videoga olib turuvdilar. O'sha pasportni kontroldan o'tkazadigan odam shunaqa yopishib oldi-yu. Endi na qolasanlar deyapti, na ketasanlar deyapti. Olib qo'ygan narsalarimizni, pasportlarimizni chetga olib qo'yganda endi bizani tipirchilashimizni ko'rsaydi. Xullas, fleshkani olganmiz, unaqa 5 tashlab tap etib sekin-sekin shu street qilib qochdim-ma. O'tkazmayapti. Endi bizani ana dron uchiruvchimiz kelib sizga shular bilan gaplashib, yordam berib, atiga ozginchagina afrikanskiy pulga hal qilib bizani sekin qo'yib yubordi hozir. O'rtoqlar, pasport kontrolida pul bilan hal qilishni men to'g'risini aytsam, birinchi marta ko'rishim. Pasport kontroli qanaqasiga pul bilan hal qilsa bo'ladi? Ya'ni arzimagan pul so'rashdi. Aytaman, Afrikada hamma narsani pul bilan hal qilsa bo'ladi va bu juda ham achinarli. Juda ham achinarli. Berish mumkinligini bilasizmi, qattiq sezdim men. Mashina o'tib ketayotgan paytimizda shunda 5 tashlab o'tkazib yubordi-yu bizani. Ana o'shadan sezdim. Biz kimmiz o'zi, nimaga o'tib ketyapmiz o'tdan, u narsani tekshirib ham o'tiraman, shunda pulni oldi-da o'tkazib yubordi-da. Vdrug biz yomon odammiz. Aeroportga ketyapmiz, tasavvur qiling. Vashshe kontrol o'tdi, xafa ekan. Hop, o'rtoqlar, mana 4 soatdan keyin samolyotimizga chiqib ketyapmiz hozir. Hech bunaqada uchganmisiz? Yo'q, bunaqa lekin kichkina samolyotda hech qachon uchmagan edim. Bu birinchisi bo'ladi. Kukruznikka o'xshaydi-ku. Menga ham yengillik bo'ladi. Are you ready? Yes, I'm ready. Bo'lmasa kerak. Where's your seat? Ichkariga o'tasizmi, bu yoqqa? To'g'ri. Kisumudagi gidimiz kutib qoldi aka, chunki mashinani soat 10 ga gaplashib qo'ygan ekan, 10:30 ga. Chunki biz 9 da uchib, 10 da qo'nishimiz kerak. 10:30 da mashinaga gaplashib qo'ygan. Biz yo'lga chiqdik. Bunaqa samolyotlarni bitta juda ham katta nyuansi bor ekan. Bunaqa sakrab yurar ekan, tashab yurar ekan. O'sha aynan tashayotgan paytida ichiz o'tadi. Thank you. Wow, bulutliga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Videoga olishasizmi aka? Olishaman. 4K 30 FPS. Endi hozir gidimiz bilan ko'rishishimiz kerak.
Qayerda siz, Grisha? Grisha, здравствуйте. Asosiysi, gidimiz bizani kiydirib yubormagan ekan. Kepti. Chunki men unga pul to'lamagan edim-da oldindan. U Nayrobidan bo'tga 2 kun oldin kelib, lotkalarni gaplashdi-da. Men unga biletiga ham pul to'lamadim, hali hech nimaga pul to'lamadim. Ishonchda bo'lib ketdi mana. Endi o'g'lim hamma pulimizni so'rab olmasa bo'ldi. Здравствуйте, Гриша. Салам алейкум. Сразу знаешь. Здравствуй. Мишек. Он местный, да, из Найроби. Ну, я уже вижу. Шах. Меня как вы? Гриша, Григорий. Гриш. Он самый. Очень приятно вас знакомиться, Гриша. Извините, что мы опоздали. Просто Да нет, как бы мы понимаем. мы не знали, что такие бешеные пробки с утра. Ну, конечно, я знаю, что вы думали в Африке, там осли и так далее. Нет, мы так не думали. Какой у нас план, Гриша? Сейчас помчимся, потому что со временем у нас не очень. Просто сядем в машину, поедем. Вы сами водите? Не-не-не, у нас будет водитель. Как я с вами буду базарить, если я буду еще водить? Окей. Добро? Да, добро. Rashid bizani haydovchimiz Xudo xolasa Muxuru qishlog'iga olib borib qo'yadi. Hello, you're welcome to Kenya. Hozir biz kelgan Kisumu shaharchasi bu kichkinagina baliqchilar shahri desa ham bo'ladi, chunki u ham Afrikadagi eng katta Victoria ko'lini shunaqana yoqasida joylashgan. Bu tigin insonlarning asosiy biznesi ham baliqchilik bilan bog'liq. 1,5 million aholi istiqomat qiladi. Tashqariga qarasangiz sigirlar yuradi, kichkinagina taksichilar, ya'ni g'irt afrikancha qishloq vibe. Lekin biz hozir ketayotgan Muxuru qishlog'i bu haqiqiy qishloq, bu hali shaharcha Kisumu qishlog'iga o'xshagan shahar, lekin Muxuru bu haqiqiy qishloq. Keniya Britaniya koloniyasi bo'lgani bittada bilinadi. Birinchidan albatta avtomobillar va yo'llar, ya'ni bu yerda yo'llar chap taraflama va rul albatta o'ng tomonda bo'ladi. O'ng tomonda haydayaptilar, biz bo'lsa chap talasadan ketyapmiz. Albatta undan tashqari aholini ingliz tilini bilish darajasi, ya'ni bu yerda deyarli hamma eng ba'ziviy darajada ingliz tilini biladi, ya'ni salom, xayr, qalaysan, yaxshimisan, ya'ni hamma shu so'zlarni bilishadi. Bu narsa yeb olgani va ichib olgani. Qanaqadir qo'yluga o'xshagan joyga kelib qoldik o'rtoqlar. Qo'ylu. Endi hozir mana shundan bitta do'kon topdik, shu yoqqa kirib. Banana растет очень вкусно. Ha-da? Да. Hozir shahardan chiqib ketishdan oldin bozorga qo'yamiz, chunki boradigan joyimizda do'konlar ham yo'q deyishyapti. Endi mayda-chuyda nimadir bo'lishi mumkin, lekin mana shundan olgan yaxshi. Operatorimizga ham berib qo'ydik. Yo'da hamma shokda bizani ko'rib, oqlarni ko'rmaysizlarmi sizlar desam, yo'q deydi. Anchadan beri ko'rmaymiz oqlarni deydi. Tushunishingiz uchun bu joyda yaqindan oq tanlilarni ko'rishmagan ekan odamlar. Televizorda ko'rgan bo'lishi mumkin balkim, lekin yaqindan ko'rishmagan ekan. Shunga hamma kelib, xursand bo'lib mana hozir. Hayron! Yonimizga kelib, salomlashib, Bizani ko'rishligi bilan mizungu deyshadi. Bu degani shu oq tanli degani ekan. Biz unga qarab Mana bu kadrga e'tibor bering. Minglab maktab o'quvchilari o'qishdan uyga piyoda qaytishyapti. Meni hayron qoldirgan jihati, hattoki Afrikani eng olis qishloqlarida ham ta'limga juda muhim e'tibor qaratishgan. Chunki ishonishadi, aynan ta'lim ularni kelajagiga qilishligi mumkin bo'lgan eng muhim investitsiya ekanligiga. Agar siz ham farzandlaringizga vaqtida to'g'ri investitsiya kiritmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Johan School farzandlaringizda bilim va qadriyatni
birdek rivojlantirib bera oladigan maskan. Ushbu maktab 8 ta kuchli brend bilan hamkorlikda ishlaydi. Ingliz tili bo'yicha Cambridge o'quv markazi dasturi, IT to'garaklari, Najot ta'lim bilan hamkorlikda. Safiya brendi mazali yegulikli tayyorlashni o'rgatadi. Zinnur bo'lsa arab tilini. Qamar kitoblar do'koni kutubxonaga javob bersa, o'quvchilar salomatligi Akfa Medline mutaxassislari nazorat ostida. Undan tashqari Gigu brendi bilan birgalikda tikuvchilik darslari mavjud. Futbol mashg'ulotlari bo'lsa Paxtakor murabbiylari yordamida o'tkaziladi. Farzandingizni asl salohiyatini maktab davridanoq aniqlab, uni to'g'ri yo'naltirmoqchimisiz? Shu bilan birga uni tarbiya va qadriyatlarni ham saqlab qolishni xohlaysizmi? Unda sizni Jahon School'da kutib qolamiz. Yo'lni topishga ozgina qiynalyapmiz, chunki trassadan keldik-da, endi trassa yo'q joyiga qayilib ketishimiz kerak, lekin yo'l bekor bo'lishi mumkin ekanda, ko'p joylarda. O'shanga hozir mana bu benzin quyish shoxobchasiga kelib, mahalliy bolalardan so'rab, yo'lni cho'ng'ishga harakat qilamiz. Ushuko nielekeze basi. Mali. Sasa unajua nataka nipitie napo. Mahalliy aholidan yordam so'radi hozir. Mototsiklga o'tirib, bizga shu yo'lni ko'rsatib ketishyapti. Biz o'zi mana vaqtdan ketishimiz kerak edi. Bu yerda yo'l yo'q ekan endi. Hozir vaqtdan ketishyapti, kartada bu yerda yo'l ko'rsatmayapti. Mana yo'l. Aha. Siapa lah? No. Sababu apa? Nataka niangalie vizuri hapa. Ngoja kwanza. Shazia gari yako. You want to drive, huh? I'm used to my car. Yo'ligini biluvdim, lekin bu darajada deb o'ylamagan edim. Tom ma'noda zigzag, tepaga pastga judayam yomon yo'l. Yo'l emas-da bu, yo'l emas, yo'l deyish qiyin buni. Yog'ochli ko'prikdan o'tyapmiz o'rtoqlar, yog'ochli ko'prikdan. Tumpishe huyo hapa. Serikali ndio hata Google tunaishi hapa karibu. Lakini sasa kama vile ameshika kazi. Haya, bora. Sawa. Kama no. Kama no bro. Afike salama. Hapo bro. Hello, bosi yangu. Ya, poa. Amesema right, yeah? Amesema right, huh? Mr. Rashid, you're not scared of the roads? No, I'm not scared. I have a big army behind me, so I'm not alone.
whole battalion. Do you often drive in off-road? No. Only with a scooter, but with a car like this one, yeah, this is the very first time, by the way, away from home and in a very bad road, but it's an adventure. Seems like you have enough experience. Yeah, I can say so because I'm always with this car. Wewe mambo vipi? Safi. Hii barabara inatokezea wapi? Kuna lami huko mbele? Okay, poa. To'g'risini aytsam bu ozgina qo'rqityapti. Chunki bilmayman qanaqadir hech topa olmayapmiz bizda yo'lni. Agar bu safardan omon qaytsam, shu narsadan qo'rqmaydigan bo'lib qolaman menimcha. Yomon narsalardan biri bo'ldi, yomon narsalardan biri bo'ldi. Bitta polosali yo'lda ro'paramizdan mashina chiqib qoldi. Subir. Excuse me. Hozir qaytish ham o'ylayapman, to'la bunaqa boryapmiz bilmadim. Mashinada hammamiz tushib oldik. Ozgina mashina ko'tarilishi uchun. Chunki bu yerda shunaqa o'nqir-cho'nqirlar bor. Ulardan osonlikcha o'tib bo'lmayapti-da. Nimalar qilyapmiz? To'g'risini aytsam, men ozgina afsuslanmayman kelganimdan. Yo'q, men afsuslanmayman, lekin o'ta olmaymiz deb ozgina shubhalandim. Chunki ana o'tkazib qo'yayotgan bolalar bir-biriga telefon qilib tashadi. Kimga telefon qildi, nimaga telefon qildi, hozir nima bo'ladi bilmayman. Har bitta o'tgan odamning og'zi bizani ko'rib. Nima bo'ladi bilmayman xullas. Yondash ko'raveraylik. Xudoga tavakkal aka. Shunaqa. Xudoga tavakkal ketdi. Yana ozgina qoldi. 1-2 kilometrgina qoldi. Ozgina sabr qilsak. Bu qishloqda bitta dona mehmonxona ko'rgan edik Booking.com'da. U ham noto'g'ri ko'rsatgan ekan manzilni. Подождать? Да. Sarson-bog'imiz. Bu yerga soat 6da yetib kelishimiz kerak edi. Hozir soat 8:30. Yarim soat kech qoldik. Super charchaganmiz. Hech nima ko'rmayapti. Hamma yoq qop-qorong'i. Albatta, elektr energiyasi yo'q. Tok yo'q. Chiroq yo'q. Все-таки надо, я не знаю, пойти посмотреть, если вы уже заказали, ну что делать? Да. Если не пойдет, то тогда позвоню туда дальше. Куда дальше? Ну там, где мы будем. Если вам не понравится, то... А там еще дальше есть что-то? Ну, мы там, где будем ночевать, это там прямо у берега. Только с той стороны. Вот. Hey, how are you? Fine, thank you. Welcome. Thank you very much. I think we go this direction. With the car. With the car. Itapita hapo. Itapita. It does not matter. You are showing us the wrong direction. Because inafaa kuwa huko. But now unatuambia twende huko. This is not, it's not fair. Vaziyatni aniqlashga harakat qilyapmiz. Ya'ni uy bor ekan, mavjud ekan, lekin u yerda na chiroq bor, na suv bor, hech nima yo'q ekan. How are you? I'm fine. You okay? Yes. Wow. Okay. What's your name? Kelly. Kelvin or Kelly. Kelly? Yes. Nice to meet you, Kelly. Что будем делать? Так, ваши предложения? У меня нет предложения. Oh, thank you, Mr. Mishek. You're not only drone operator, right? Yeah. Hozir mana chivinlarga qarshi, moskitlarga qarshi narsa olganmiz. Bu siz butunmay iloji yo'q ekan, ko'rasizlar hamma yoq moskit. What is this? It's actually not spray. No, it's foam. Ah, it's foam. Okay. Avsizlarni o'tiribsizmi aka? Yo'q. Chivinlardan bekinib o'tiribman. Sog' to'kilishligi necha endi? 5. Chaqvatdami? Chaqvat. O'shani jo'mashtirib. Mush tejamiz. Bu joy bo'lmadi. O'sha aytganimdek chirog'i ham, suvi ham ishlamasi yo'q ekan. Xuddi ana nima bo'ladi, tashlab ketilgan, tashlandi. Juda ham qo'rqinchli joyga o'xshaydi. O'shanga hozir boshqa joy qidiradigan bo'lamiz. Chivinlar ham yomon chaqvat yo'qda. O'rtoqlar, xullas biz qanaqadir joy topib keldik. To'g'risini aytsam, gapirishga ham kuch qolmadi. Asosiysi chiroq bor, chiroq asosiysi. Ozgina bo'lsa ham suv topsa bo'ladi. Bunaqa sharoitda men to'g'risini aytsam
tushimga ham kirmadi ko'rgan yo'llarimdan keyin. Endi yotib uxlaymiz va ertaga bizani juda ham muhim kun kutyapti. Ertalab soat tong saharlab 6:30 soat 7 ga lotkani yetib qo'yganmiz. Jamshidxon akam har doimgidek o'zlarini videolarini olish bilan ovoralar. Hozir nonushta qolamiz va men manzaraga bitta baho berasizlar. Bu joyga yetib olish o'zi oson bo'lmadi, lekin eng asosiysi hali oldinda. Qayiq topdik. Endi mana shu qayiqda Migingo oroligacha 2 soatdan 4 soatgacha yetib olishimiz mumkin. Bu albatta to'lqinlar qanaqa bo'lishiga bog'liq. O'rtoqlar, biz sayohatimizni boshladik. Hozir qayiq ustida taxminan 8 ta odam o'tiribdi-da, ya'ni tushunishingiz uchun bizdan tashqari yana odamlar bor. 2 oy oldin bu safarni rejalashtirayotganimda bunaqa tez bo'lib ketadi deb o'ylamagan edim. Afrikadagi eng katta ko'lning o'rtasidagi dunyodagi aholi eng zich yashaydigan orol. O'z tasavvuriga sig'dirish qiyin. Bu yoqqa sayohat qilish bo'lsa, hammani ham qo'ldan kelmaydi. Chunki bu haqiqatdan jasorat talab qiladigan sayohat. Ko'rasizlar, yo'lni o'zi qanaqa qiyin. Borganingizdan keyingi xavfsizligingiz so'roq ostida. Shunga qaramasdan xudo xolasa sizlarga kontent qilish uchun ketyapmiz o'rtoqlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Yetar. Deyarli yetib keldik aka. Bu yoqda kichkina orol ko'ryapsizmi? Bu emas. Lekin Migingo oroliga kirishdan oldin mana shundoqqina oldida joylashgan Usingo oroliga kirishimiz kerak. Bu yerda Keniyalik chegarachilar o'tiradi. Hozir biz shu ruxsatni olishga ketyapmiz. Qanaqadir bir udobstvo ham yo'q. Ko'rdingiz, pirsam qilib qo'yishmagan. Suvlardan, toshlarning ustilaridan zo'rg'a sakrab tushib chiqib kelyapmiz hozir. Sirpansiz ekan buncha. Ketdi, suvga qarab men tushib ketaman deb o'yladim. So, main purpose to see how people live in this small island. Huh? Tarixiy narsa bo'ldi. Migingo oroliga kelgan insonlar ro'yxatiga kiritilgan. Shahzod Qosimov, Jamshidxon Zoyxonov. Bilsanglar bilasizlar, agar mabodo yo'lingizlar tushib qolsa, mana shu narsalarni o'qinglar. Qanaqadir memorandumga qo'l qo'yayotganda bo'ladi. First Uzbek in Migingo. There was no one from Uzbekistan, right? Rahmat aka, sizni ham tabriklayman. Hozir bilyapsiz aka, bizdan pul so'rayapti. Hozir aytdi-da, 2 ta odam o'tirdi-ku. Ha. Hozir biz 5 tamiz. deb nima qilyapti-da. Shunga hozir endi Grisha narxini gaplashishga ketdi. Meni hayron qoldirgani, politsiyalar mana qanaqadir nima bo'ladi. Tunkelardan qanaqadir uylar qurib olib, shu yerda o'tirishibdi-da. Tasavvur qilasizlarmi? Chegarachilar mana shunaqa joyda o'tirishadi. Kelgan odamlarni mana shu yerdan ro'yxatdan o'tkazishadi, keyin ruxsat berishadi. Va har doim bu ma'lum bir summa evaziga bo'ladi. Hozir endi ko'ramiz nechta pul so'rashligini. Lekin mana bu kaktus juda ham chiroyli ekan, Sokotra oroli bor-ku. O'shandagi daraxtlarga o'xshab ketar ekan, nimasidir bilan. Ozgina formasi o'xshab ketar ekan, soyabonga o'xshaydi-ku. Keniya politsiyasi tekshiruvdan o'tib oldik. Endi bemalol orolga borsak bo'ladi. Faqat orolga borganimizdan keyin
orolni bu boshda Keniya politsiyasi bo'ladi, narigi boshda Uganda politsiyasi bo'ladi. Afrikaga kelmagan bo'lsangiz, haqiqiy poraxo'rlik qanaqa bo'lishini bilaman demang. Migingo oroliga kirish uchun bizni birinchi Usingo orolidagi Keniya politsiyasini rozi qilishimizga to'g'ri keldi. Uni o'zinglar ham ko'rdinglar. Keyin Migingoni o'ziga kelib, orolni bir tarafida joylashgan yana bitta Keniya politsiyasining ofisiga kirdik. Ha, mana shu tukalardan qurilgan chayla politsiya ofisi. Bu yerda bizdan yana to'lov so'rashdi. Bu yerdan chiqib endi orolning narigi tarafida joylashgan Uganda politsiyasi ofisiga kirdik. U yerda ham to'lov so'rashdi. Ana endi shuncha to'lovdan keyin bemalol suratga olamiz deb xursand bo'lib turgan bir paytimizda yana bitta ofisga olib borishdi. Kichkina muammochi chiqib qoldi. Bu yildan yana bitta qanaqadir ofis ochildi. Endi Uganda bilan Keniyani chegarachilaridan ruxsat olgandan keyin u ofisga ham borib ruxsat olish kerak. Endi bu hammasi shunchagina qo'shimcha pul olish uchun qilyapti. Hammamiz tushuntiramiz buni. Nimamush? Qirg'oq xavfsizligi departamentimish va topganinglardek o'tda ham bizdan to'lov talab qilishdi. Nihoyat shuncha harakat, yo'l azobi va sarguzashtlardan keyin biz Migingo oroliga yetib keldik. Men xursandman. Orzuyingizga men ham qo'shilganimga va buni birga ko'rayotganimga ichimdan xursandman. Kelishinglarni tavsiya qilamizmi? Yo'q. Ko'rsatuvimizni ko'ringlar, maza qilinglar. Shundan zavq olaman. Mana misol uchun men maza qilaman. To'g'risi, men o'zim ishimni yaxshi ko'rganim uchun mana shu joylarga kelib film olganimda ich-ichimdan kayf qilaman. Va endi bu sirli orol, undagi insonlar hayoti va nega bu 20 sotix yer bo'lagini deb ikki davlat urush boshlab yuborishiga bir baqiya qolganini o'rganib, suratga olib, hujjatlashtirib, sizlarga bu orol haqida to'liq ma'lumot bera olamiz. Va bularning hammasini siz Jamshidxon Ziyoxonov YouTube kanalidagi Migingo oroli haqidagi ko'rsatuvda tomosha qilishingiz mumkin. Vlogimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Dunyo qarashingiz kengayib, biz yashab turgan yer sayyorasi qanchalik ko'p qirrali ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, keyingi ko'rsatuvlarni o'tkazib yuboring. Kanalga obuna bo'ling.